Pulni jalb qilish uchun eng kuchli affirmatsiya qaysi ekanligini bilasizmi? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Pulni jalb qilish uchun bu affirmatsiyalarni har doim takrorlang va hayotingizning farovonlik hamda boylikka to'la qismiga teleportatsiya bo'ling. Birinchisi, pul bu oson. Ikkinchisi, pul meni yaxshi ko'radi. Uchinchisi, pul menga o'z-o'zidan keladi. To'rtinchisi, men pul uchun magnitman. Keyingisi, mening daromadlarim cheksizdir. Oltinchisi, men farovonlik va hashamatda yashayman. Yettinchisi, moliyaviy erkinlik bu mening hayotimning bir qismidir. Va so'nggi 8-inchisi, men o'z boyligim uchun olamdan, yaratuvchidan yoki borliqdan minnatdorman. Mana shu 8 ta affirmatsiyani qancha ko'p takrorlasangiz, sizni hayotingizni bir qismiga aylangunga qadar, ong ostingizga singugunga qadar takrorlasangiz, ishonavering, siz mana shu affirmatsiyada aytilgan hayotga sekin-astalik bilan o'ta boshlaysiz. Azizlarim, meni Telegram kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Meni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun minnatdorman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga a'zo bo'lishni unutmang va siz ham shunaqa natijalarga erishishni xohlasangiz, albatta Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Har kuni bunaqa bepul texnikalarni ulashishda davom etaman.